Otdan keldim. Ayog'im og'ridi, hamisha og'rib turardi. Hamma joyga davolandim, syomkalarga tushdim. Endi qayerga borsam ukollarni oldim ham, tizzamdan ham oldim. Davlinam chiqardi. Hozir Xudoga ming xalla shukr, yaxshi yuribman, yaxshi turibman endi. Og'riqlik kam, davlinam 110, 120 ga 80 dan hech qayerga ko'tarilmadi ham, tushmadi ham. Allohga shukr, Allohga shukr. Qo'llaring dard ko'rmasin. 6 kunda qo'llarsiz mana shunday bo'ldim. Allohga shukr. Mana kim ixlos qilsa, kelsin marhamat. Men davo topdim. Kelmasa ham kasal bo'lmasa bo'ldi. Kasal bo'lmasin, bo'lgan. Sizda nima o'zgarish? Bunday Ismi sharifingizni aytib bering, qayerdan keldi? Tojikistondan. Shu tizzamga nima qo'yish kerak dedi. Operatsiyami? Xudoga shukr, mana hozir og'riqlari qolib. Bo'larkan bez operatsiya? Bitta yurib ko'rsatinglar endi.